Turkiyaga ishlashga yoki aylanishga kiymoqchi bo'lganlarga, ya'ni ayol qizlarga 5 ta narsani aytib o'taman. Birinchi o'rinda ishlashga kiymoqchi bo'lsangiz, agar tilla tishingiz bo'lsa, oldirib tashlang, yaxshiroq ishga kirish uchun. Oldilarida bo'lsa, orqada bo'lsa oldirmang. Qumqapida, Gedikpashada bitta Armani tish doktori bor. O'sha zo'r, ham arzon. Ham ruschani ham biladi, turkcha bilmasangiz agar bo'lmasa. Ikkinchisi kalta yubka, ko'ylak. O'shanaqa narsalar kiyib yurmang. Agar mashinada yursangiz, o'zingiz bilasiz, yursangiz bo'ladi, bu taraflarda laleli, shu faytixti ichida, shu faytixti ichida kalta yubka, ko'ylaklarda yursangiz, qandaydir boshqacha noto'g'ri tushunadi. Mashinada bo'lsa hech narsa qilmaydi. Uchinchi, kraskali qosh barki o'zimizda rastushovka deydi, qop-qora. O'shanaqalar qo'ydirmang. Qandaydir kulgili anaqa bo'ladi, kipriklar qo'ydirmang. Labni katta qildirmang. Chunki odam o'kuni bitta qiz bilan uchrashdim, o'zbek qiz bilan bitta odam orqasidan gapirdi. Ketgandan keyin qarab turdim. Sal mendan 2 metr uzoqlashdi. Unga gapirdi, ovqat olib beraymi, bu yoq deb gapiradi. Turklar demayapman. Ko'p Suriyaliklar, arablar, boshqacha odamlar bor bu yerda. Kelsangiz bilib olasiz, to'g'risi. Keyingi futbolkalar, keyingi shalvarga o'xshagan narsalar kiyib yuring iloji boricha. Keyin u eringiz bilan yursangiz, kiysangiz bo'ladi, kalta ko'ylak anaqalarda. Mashinangiz bo'lsa, yursangiz bo'ladi. O'zingiz tinch bo'lishingizni xohlasangiz, shunaqa kiyinib yuring, kengish. Keyin nima? Barmoq bilan ko'rsatish yozib oldimda. Barmoq bilan ana deb ko'rsatasiz-ku, ana uyda qara, masjidda qara. Ana kishi menga o'xshaykan, unga o'xshaykan. Qo'lingiz bilan ko'rsatsangiz, birov keladi, men ko'rsatyapsanmi? Nima gaping bor deb oldingizga keladi. Keyin pishak, kuch, qanaqalar bor-ku ko'chadagi, rosa ko'p tiqilib yotibdi bu yerda. Oyog'ingiz bilan bitib erkalatmang. Kimdir ko'rib qolsa, ustingizdan jarima yozib yuboradi. Oyog'i bilan uryapti deb o'ylaydi. Qo'lingiz bilan erkalatish xohlasangiz. Ular ini bor, inlariga ham teginmang. Hamma joyda ini bor, mushuklar ini. Keyin kalit anahtaringizni olmay, kalitingizni olmay tashqariga chiqib olmang. Eshik qulflanib qoladi. Men o'zim boshimga ham kelgan narsa, ichkarida hatto bolam qolib ketdi. Keyin erimni chaqirdim, kelib eshik ochib berdi. Keyin nima edi? Yo'ldagi mushuklar aytdim, kraskali qosh aytdim, tillatishda aytdim, qo'l chizib ko'rsatdim, hammasini aytdim. Shu foydali bilgilar hammaga yuborib qo'yishni unutmang.